Xotin, men ketyapman. Dadasi shoshmang, sizda zarur gapim bor. Obbo, shuni chakagini ochmasdan jimgina ketaversam o'lamanmi? Dadasi, gapimni shunday aytib oling, keyin ketaverasiz. O'lib ketsin, ayt, nima gap? Xullas, dugonamning eri tug'ilgan kuniga iPhone 17 sovg'a qilibdi. O'shanga menga ham iPhone olib bering. Yaqinda tug'ilgan kunim-ku. Xotin, 17 bor-ku, baxtsiz raqam. Bilmas ekanman. Unda qaysi raqam baxtli? Redmi A3 Pro Megatron, xullas. Dadasi, men ko'zingizga shunchalik lo'qqa o'xshab ko'rinyapmanmi? Tip-tuzing malikadek ko'rinib turgan qiz bir qarich til bilan qo'rqinchli malikaga o'xshab qoldi-da. Xotin, sen lo'qmassan. Jicha anqovsan. It egasiga o'xshamasa harom bo'ladi deyshadi-ku. Anqovni eri ham anqov bo'ladi-da. Demak, anqovlar oilasi. Eshitilishi yomon emas, lekin familiya biroz to'g'ri kelmayapti. Xotin, meni doim bir savol qiynab kelganda, agar o'zingizga o'xshagan g'ijim savol bo'lsa, shart emas. Endi g'ijim savol beriladi-da. G'ijimlar oilasi. Mayli, anqovdan ko'ra yaxshiroq. Xo'p, savolingizni bering-chi. Shu bitta savol meni bespashatli yuragimni o'rtab keladi-da. Mana qara. Bobom momomga uylandi-da. Dadam onamga uylandi. Akam mana kenayimga uylandi. Shu bitta men g'irt beganaga uylandim-da. Nimaga? Anqov des, g'ijimi des. Mana endi ovsaram bo'ldingiz. Miyeschi chirib ketibdi. Sen menga provokatsiya qilyapsan, lekin sen menga ruhiy bosim o'tkazayapsan. Sen meni sha'nimni toptayapsan, tushunyapsanmi? Genda tengligi qayerda qoldi? Ustingni yozaman, tushundingmi? Sen menga borku bosim o'tkazayapsan. Manipulyatsiya qilyapsan. Boshlandi. Bo'ldi, 17 olib bermayman-da. Kerak emas o'sha telefoningiz. Darrov Redmi 17 baxtsiz raqam, gender tenglik, manipulyatsiya deysiz. Kerak emas, olib bermay umuman. Gapni mana shunday boshlasangiz bo'lardi. Odamga ruhiy bosim bermasdan, axir meni kayfiyatim nozik. Kayfiyatingizga ot debsin. Shantaj bilan javob berish kerak. Xotin, lekin Redmi 3 Pro Max Ultra zo'r telefon. Bolam 17 baxtli raqam. Oyi, 17 unchalik baxtli raqam emas, lekin 13, 14 ham normal raqam. Yo'q, 13, 14 o'sha eski raqam. 17 yaxshi raqam. Oyi, 17 jicha qimmat raqamda. 17 Pro Max zo'r raqam. Bugun kechga, qanday tushunding? Zo'r tushundim.